99% odam uxlamaydi ekan jumi. Hayron qolibman men. Bizning mana 128 ko'yliq atrofralik badan sopini qanday haqsiz elish usulini 99% odam uxlamaydi ekan. Hamda hozir haqsiz elish usulini debray. Meni qaytaga boshla. Bir talaq yurakni besib o'taman, bo'lmasa meningizni hisoblamayman. Inkasraga 6 raqam yoki ko'l raqamini yo'llab qo'ygandan keyin hamda sizga sir qarab Bayatın ben 128 ko'y ko'rgan narsamdan andashib ko'rganda 10 ko'y atrofida ko'rinamkan yoki sizga 20 ko'y atrofida ko'rinamkan. Agar nimada sizga 10 ko'y atrofida ko'rinsa, mening bugun ta'lim kapti men nazar direktor salom bo'pti. Bu nazar direktor biz bugun haqsiz birisi yana boshlabdi deb 2dan 3dan 4dan salom bo'ldi. Munchoq tushgandan keyin shunday bir xil xushbiroq qo'yasizlar, bizlik qo'yasizlar. Boshqalardan uchrashishga vaqtim bo'ladimi? Boshqalardan kelinlar qoldi. O'zan katdan yedin ketmadi. Degandek, lekin önümgə çalışılan mayli kichik bolalar uchun bo'ladi, mayli cho'nglar uchun bo'ladi, mayli yoshlar bo'lsin, mayli yosh cho'nglar bo'lsin, mayli erlar bo'lsin, mayli ayollar bo'lsin, har qanday bir odamga yoqib turib ishlatishga 100% mas'uldir. Shunga tunji qatimda xaridor haqsiz beramiz. Ikkinchi qatim ma'noda asli bahasi bo'ysatmiz. Ba'zi qonaslarga 128 ko'y ko'rindi, yana ba'zi qonaslarga 10 ko'y ko'rindi. Shunga ayrim xonada 10 ko'yda ko'rindi deyotganingiz hozir olay desam 128 ko'y turdi ya deb bunaqa rasmni tatbiq qilib ekansizlar. Siz burun ip bo'lgandan keyin, shunga sizga hamda ikkinchi qatim unda 10 ko'y ko'rinmaydi o'qirmiz. Tushundingizmi? Burun ip bo'lganlarning telefonida 128 ko'y deb ko'rindi. Agar nimada 10 ashi koni xaridorlarga 10 ko'y deb ko'rinib qolgan bo'lsa, xushal bo'lgan ahvolda cho'disanglar, mening bugun ta'lim kapti deb sizlarni ishga tushunavasanglar, bakcha qavmanglar. Lekin yangi xaridorlar cho'disanglar, qo'llancha qahramon ilmidan keyin asbos qilib turadi. Ham materialni cho'disanglar, mana bu yerda 3 davlatdan iborat qolgan ikki danda patentlik tarkibi. Patent kinish kidarimizmi chiqib qoldi. Muborak bo'lsinmi? Inkasran bir muborak bo'lsin deb aytishganlar, mana bir maslahatni tarkibini 3 davlatdan iborat qilib, o'ndagi yana bir ikki patent erishib, oson emas, xonaslar qipshu ma'vo ishidan chiqargan. Badan jo'g'andan keyin badanlar shunday bir xil mizlik qilib qo'yasizlar. Shunday boshqalarning bir nima ishlatganda deb bir xil mizlik qo'yadi, digida kala to'g'ri bo'ladi qolsanmi? Inkasranga zakat tushirib oldim deb xat yozib qo'ysangiz, zaten krasnoma o'zim ko'tarib sab bermagan gap. Rahmat.